6. qism. Restoranның içi bugün alohida qaynam taşqınlıqqa cho'milgan. Üstellerge mehmonlar liqqida o'ltirgan bo'lib, chiroyli kiyingan er-ayol mehmonlar o'zaro xushal kayfiyatda bir tarafdan tamoq yegach, yana bir tarafdan bugungi bu to'yning hashamati to'g'riliq so'zlashmoqda. Ayol mehmonlar orasida alohida kiyingan Maryam xonim xushal holda mehmonlarni tamoqqa taklif qilib turadi. Restoranning cho'ng ekranida to'yliq kiyim ichidagi Jasur bilan Zahidaning kulib turgan chiroyli surati va boshqa ko'rimlik suratlari ko'rinib turadi. Ondan yana hal berilgan Jasur bilan Zahidaning qutlug' to'yiga muborak bo'lsin degan xatlar pat-pat suratlar bilan almashib chiqib turadi. Yaqinliq naqshi musiqa sadosi toza avjiga ko'tarilgan paytda oppoq to'y ko'ynagi ichida parilardek oppoq liboslarga o'rnib olgan Zahida go'yo cho'chak rivoyatlardagi malikalarga o'xshash siyoh bilan qamlashgan yigiti Jasurni qo'ltiqlab mangan holda restoranga kirib keldi. Shu an restoran ichini yanama qizg'in, jo'shqin kayfiyat egalladi. Naqshi sozlar avjiga chiqdi. Yoshlar jo'shqin holatda usulga tushdi. Riyosatchining so'zidan keyin bir necha rat naqshlar o'rindaldi. Bugungi to'y alohida hashamat bilan o'tkazilib, hammaylan milliy usul ham atloshka usullarini o'ynab, bugungi bu to'yni rosa qizdiratgan edi. Coşqun müzik sadası içində ikki tərəfi güllər bilan pürkünüb turğan güzel Ürümçinin yazdagi Ürümçi manzarasi, kökki boy sozğan egiz qavatlik binalar, qızıl tağ ravuqi, yollarda mukidek ötüşüp turğan maşinalar sepi, rangdar fontanlardan chiqib turğan süzük sular. Umuman bu güzel mərkəzi şəhərinin fasahatlik, madani, coşqun, hayati kuchga to'lgan qaynaq ko'rinishi hammamizning ko'z oldida namoyon bo'lib turadi. İki tarafi chiroyli gullar bilan bezalgan ozoda, havoliq yo'lda Jasur o'zining chiroyli mashinasini haydagancha kelmoqda edi. Uning yanida yangi kelinchakka xos kiyimlar bilan chiroyi guldek echilib ketgan Zahida yo'l bo'yidagi chiroyli, ko'rkam muhitdan huzurlangancha o'ltiradi. Zahida, siz qo'shalmi? Mana Bugün toyunun 3. günü. İkimizning bu qutlug' to'yimizni texmi romantik ma'noga ega qilish uchun bugun to'liq xo'jal holda men senga hayotga manganimizdan men bakli xo'jal. Mana shu. Biroq opamning bizni texi yengil to'y qildinglar, sirtqa chiqmanglar deganlarini anglamasdan bu sayotga chiqqanimizdan biroz ko'nglim yerim bo'lyapti Jasur. Hech qisi yo'q. Men desam Zahida, opamizning yangi to'y bo'lib kirgan chiroyli kelindan ayrilishga ko'z qilmay davatgan gapi bo'lmamdi. Men zo'rlab yurib, dadamni ma'qul keltirgan tursam, siz nimda ansiraysiz? Ömrümizde bir qaytim qilgan bu qutlug' to'yimizni sirtlarga chiqib unchalik tabriklamasak bo'lamdi deyman. Zahida yo'l bo'yidagi manzirlarga qarag'ach, xiyolga cho'kib ketdi. Yangi to'yi bo'lgan go'zal kelinchak Zahida 2. qavatdan tushib o'tadi. Öydəki xizmətkar ayol ətdigənlik naştılıq tayarlaş bilan aldırış idi. O, Zahidəni görüb, illiq külümsirəb dedi. Yaxşımsız kelin xanım, obdan qopsizmi? Rəhmət ada, özünüzmü yaxşı uxlabsızmı? Apamla texi o'rindan turmadimi? Xanım yuyunuyotidu. Mulozim ayolning gepi tugishi bilan Maryam chiroyli kiyinib chiqib keldi. Dada opa, yaxshi qopsizlarmi? Yaxshi, qizim, yaxshi. Sizmi obdan uxlabsizmi? Adoqlaringiz chiqib qolgandek turamdi ya? Maryam shundoq deginicha kelib, kelinining peshonasiga suyib qo'ydi. Zahida, bering qizim, Jasurni chaqiring, billa o'ltirib bir nashta qilaylik.
Ma'qul opa. Bir oila kishilari xushal-xuram holda nashta qilmoqda. Maryam Zahidaga qarab gap boshladi. Zahida, sütdən jiqroq içing. Bu bir mezgildə sizning teningizni obdan quvvatlantirmasangiz bo'lmaydi. Sizning o sestralik xizmatingiz bek jafoliq ekan. Dadisi, meningcha kelin qizimiz endi ishdan to'xtab qolsa bo'larmikin deyman. Bu bizning uyda nima kam deyman. Uyimizda to'g'ri ustidan boshqa hamma nima tepildi. Kelinimiz u yerda jonni qiynab ishlab nima qildi deyman. Bu mal besatimiz bir ömür yetib aşqidek tuğsa, kelinimizning pul tapmag'ini uchun namratlashib ketmasdiq. Qani, hammamiz bu maslat ish qilamiz. Apa, biz ata Zahida ikkimiz nansanga chiqib kelaylik deyotgan. Bu ishlarni biz qaytib kelganda deysakmi kechikmaymiz-ku. Nima? To'yinglar bo'lib necha kun bo'lmay sirtqa chiqmoqchimi? Meningcha balam, Muşa demni bir öyde alsanlar obdan bulamiki. Apsi, oğlumuz bilan kelinimizning narsanga chiqib o'ynab kelgisi bo'lsa mayli emasmi? Hozirgi yoshlar to'y armini ana shunday go'zal joylarda o'tkazishga amroq. Shu emasmi opa? Uning ustiga Nansanda mening bir qozoq do'stim bor edi. U meni taklif qilib olsa, yo'q deyishga qanaqmi tilim bo'lsin. Jasur bilan Zahida davomliq janubiy tog' yo'lda ketayotmoqda edi. Zahida qayni onasining tunugunki alfozini xiyol qilib etib, nemishqidir yuragi oqqandek bo'lib, bir oz sirpasdi. Ne bo'lding Zahida? Tuyuqsizlik kayfingiz tushib ketdi-ku. Zahida darhol kayfiyatini o'ngshab, yo'ldoshiga javob berdi. Yaqay, hechnim bo'lmadim. Mundaqla xiyol qilib qopdim shu. Yiqimliq muzik sadosi ichida jiroqdan hayvat tog'lar. Tağ bağırdaki payansız qarğaylar, yap yeşil yaylaqlar, süzük bulaq suları, çıraylık qazaq öyleri kişiге aram bəxş etdi. Bu yeşillik bağırda cəsur, Zahidadan ibaret yeni toyu boğan bu bir cüp yaş, bəxtlik halda arqısdaki güzel təbiyyətini görünüş qılıb durub rəsimge düşməkdeydi. Ular birdəm qarğaylıqda, birdəm yeşil çöplər üstüdə, birdam süzük sular bag'rida to'xtamay rasmga tushadi. Uy ichi rangdor qozoq turmush muhitida bezalgan. Karvat ustiga selingan dasturxonlarga mo'l ne'matlar tizilgan. Chiroyliqqina qozoq qizi ikki piyolaga to'shqizilgan qaymoq choyni Jasur bilan Zahidaga sundi. Dasturxon ustidagi pishiq go'sht ham kabob qatorliq ne'matlar mo'l bo'lib, ular intayin xushal-xuram holda tamakka tutuş qilishdi. Bugun bu yaylaqda Kenjitay barliq do'stlarini bir yerga jam qilib, do'sti Jasurning to'yini muboraklash yuzidan bugun bu yaylaqda katta ko'ngil echish ziyofati o'tkazib bermoqda edi. Naqshi usul jerlashlar avjiga chiqdi. Kenjitay bugun yana bu yaylaqda Jasurning to'yi sharofatiga o'g'loq tortish belgisini o'tkazib bermoqchi edi. Bugündeki bu yaylaq bazmisi alohida qizigan bo'lib, Jasur bilan Zahida to'liq xushal ko'rinadi. Shu topda men bakli baxtli edim. Mening atrofim, ko'z oldim, hatto kelgusimni ko'z oldimda parlab turgan ashu nurli quyoshga o'xshash shunchalik mo'l mazmunga ega edim. Shundoq, men o'z baxtimni ko'z oldimdagi eng buyuk narsalarga o'xshatishga haqli edim. Mana ashu go'zal tog'lar, yeshil qarg'aylar, hatto osmonda laylab yurgan oq baxtli bulutlar chig'da mening baxtimga tanlab qilayotgandek ko'rinadi. Ular rostdan shu qadar go'zallardir. Men bundan ilgari bu hayotimning bunday qadr qimmat topdig'ini o'ylab boqmagan edim. Shu topda men o'zimni bu insonlar orasida emas, balki ko'k qahrida erkin parvoz qilayotgan bir kunga o'xshatdim.
aşıq məşuqlarga, hətta bu hayatını yat göz bilan qaramaydigan deb ishonatdim. Demak, biz baxtli edik. Biz armansız edik. Rost, men o'zimni bu olamdagi eng baxtli qiz hisoblaydim. Bu baxtimni albatta o'zim chin dilimdan yaxshi ko'rgan yigitim Jasur manga to'liq bilan ato qilish qudratiga tamoman ega edi. Men Jasurni bu umrimdagi o'zim orzulagan bir oq otliq shahzodam deb hisoblaydim. Men hayotdan ikkimizning bu umrlik baxtimizning mangu hisob tepishim. Mushu tog'larga o'xshash mangu hayotiy qudratga ega bo'lib o'tishni chin dilimdan o'tdim. Shu baxtimizga ko'z tegmagay. Quyosh tog'lar orasidan asta ko'tarilishga boshladi. Havo ochiq bo'lib, yeshil tog'lar, oppoq bulutlar kishiga bir xil ozodlik bag'ishlaydi. Kenjitayning qozoq uyida bahramon uxlayotgan Jasur birdinla sirtdagi burkutning changildigan ovozidan uyg'onib ketdi. Ondan yong'i o'rilib Zohidani uyg'otdi. Hayatim, turma o'rningizda tong etibdi. Buloq beshiga berib kelaylik. Mening yanıla taqqa chiqqanda. Balli. Mush sarda taqqa yugurib chiqamiz. Qani qaysimiz chempion bo'lamiz ekan. 2 yosh tog'ning bir yon bag'ridan hadab shuqriga qarab yugurib chiqmoqda. Har ikkilisi bir-biridan qilishmay taqqa qarab yamashmoqda edi. Tog'dan pastga qaraganda pastdagi go'zal tabiat go'yo rangdor poyandozdek ko'rindi. Tog' bag'ridagi to'pilikda pastga qaragancha asrab turgan bu 2 yosh amdili ko'tarilib chiqayotgan quyoshga qarab o'zlarini texmi baxtli his qilishadi. Bir parcha chimliq ustida yetib, osmondagi bulutlarga nazar tashlayotgan Jasur yanadagi Zohidaga qarab dedi. Zohida qarang, bu yeshil zaman suzik sular nimga rohatbaxsh? Shu emasmi? Qarang, rasm sizib qo'ygan rasmdaklar dana. Hayatim, men yaqinda yana bir mazgil oldirishmoq qolaman. To'y xotirimiz uchun sizni faqat mushu narsaga olib chiqardim. Keyincha sizni eng go'zal joylarga olib she'rlarni to'ldirib beraman. Qanday? Menga faqat sizning muhabbatingiz kerak. Nima bu she'rni sabr degan? Siz bo'lsangiz bo'ldi. Jasur o'rimchiga qaytish uchun narsa keraklarni mashinaga besib, qozoq do'sti Kenjitay bilan xo'shlashib, cho'nqur minnatdorligini bildirib yo'lga chiqdi. Jasur to'limi rohatlik ko'rinadi. U xushal holatda mashinadan chiqayotgan mo'ng'liq kuyga quloq solganicha yo'lini davom etkazmoqda edi. Zohida u shu qadar xushal ko'rinadi. Jasur, men dadam opamlarga biz o'rimchiga qaytdik deb telefon qilaymi? Oldi bilan opamga telefon qilaman. U baxtman siz. Ma'qul. Altıncı qism oxirlashdi. Yettinci qism. Appa, biz hozir yo'lda qaytib ketyapmiz. Bo'ldi bolam. Yo'lda cho'qim ehtiyot qilinglar. O tarafda mashinalar jiq, pek xatarlik o yo'l. Jasurning mashinasi bir xil holatda yo'lini davom etkizyotdi. Ma'lum bir ochal yo'lga kelganda, yo'l bo'yidagi o'rmonliqdan bir dona it tezlik bilan yugurib chiqib, mashinaning oldidan to'g'risiga o'tmoqchi bo'ldi. Bu ahvolni ko'rgan Jasur chaqqonlik bilan rolni o'ng tarafga burab, choqning ostiga kirib ketish oldida turgan itdan mashinani ilib qochdi. Afsus,
Машинаның sür'ati tez bo'lg'ach, mashina yo'ldan qanqib chiqib, töven tarafdagi egiz bir parcha haykal toshga qaltiq urilib, shu zamon Zahidaning qattiq chirqishi bilan jarang-jurung qilib sungan aynakning ovozi anglandi. Uzun qolmay yo'lda jiddiy qutqizish mashinasining signali oldi. Baş gözleri ağ daki bilan o'ralgan Zahida asta-asta ko'zini ochdi. U medirlamoqchi bo'ldi-yu, ammo butun badani chiqilib ketgandek og'rib, medirlayolmadi. U jonsiz holda asta beshini burab, koridor tarafga qaradi. Dal shu chaqda u koridor tarafdan doktor sestralarning jiddiylik bilan yugurib, yon tarafga o'tib ketayotganini ko'rib, lavlarini aranıp medirildi. Cesur. Zahide şu gapni aran diyaladi-yu, arqadanla yana hushidan ketdi. Meryem bilan Turg'un katta bezalgan mehmonxonada televizor ko'rib o'ltiradi. Tuyuqsiz Turg'unning qo'l telefoni sayrab ketdi. Shundoq, men Turg'un. Nima? Qatnashchilar atirtida odamsiz. Zon demish bo'ldi. To'g'ri. Jasur mening o'g'lim. Nim dedingiz? U qatnash hodisiga uchrabdimi? U hozir nada? Qaysi doktorxonada? Nima? Jasur qatnash hodisiga uchrabdimi? Öngsili o'shgan Turg'un, Maryam, Shernaylar Balmes koridoridan oldirab yugurib kirib keldi. Maryam bir yonda turgan qatnash saqchisiga qarab dedi. Saqchi yigit, boyi bizga telefon qilgan sizlarmi yo'qmi? Mana biz keldik. Bu ish xato bo'lib qolmagandi. Xonim, siz o'zingizni tuting. O'g'lingiz Nansan yo'lda qatnash hadisiga uchrabdi. Hozir saqchilar haqiqiy ahvolini tekshiryapti. Natijasi balki ma'da chiqishi mumkin. O'g'lim nada? Hozir doktorlar uni jiddiy qutqizish qilyapti. Mening o'g'lim hargizmi qatnash vaqasi sodir qilgan bola emas. Voy mening o'g'lim. Maryam shundoq debla orqasiga uchib ketdi. Zahida holsiz ko'zlarini aran ochdi. Uning yonida Shernay o'ltirgan edi. Shernay, Mamatanga, bu zaten nima ish? Bu doktorxonaga o. Men bu yerda nima ish qilaman? Akangiz qiyin. Немешқа meni ko'rgil kirmaydi. Akam o... Shu vaqtda doktor Balnesga kirib Shernayga qaradi. Qizchaq, bemor hozir tinchlikqa muhtoj. U texnik xatarlik bosqichdan o'tib ketmadi. Bu gapni anglagan Shernay o'rnidan turib chiqib ketdi. Doktor Zahidaga tinchlantirish ukoli urib qo'yib chiqib ketdi. To'limi halsizlangan Zahida yana asta-asta ko'zni ochdi. İxtiyorsiz uning quloqiga bir yiqimliq musiqa anglandi. Jasur bilan Zahidaning ko'z oldida Bag'rash ko'lida ikkaylarning paraxotga chiqib Titanic nomli kinoning naqshini birga etgan shu unutilmas xushalliq minutlari namoyon bo'ldi. Qiz yigit avvalgidekla paraxotning qirg'oqida turib shu kino naqshini etmoqda. Zahida shu tapda baxtli holda kulimsirdi. Ondan ko'zlari yana asta-asta uyquga ketdi. Zahida xomush holda yana hushiga keldi.
O ko'zlarini aran ichib, beshida o'ziga talmirib qarab turgan inisi Ildanni ko'rib, eg'izni aran ichib gap qildi. Ildan, ukam, Jasur akam, Jasur akamning ahvoli qandoq? Acha, Jasurkam doktorlar jiddiy qutqizish qilyotidi. Dal shu chaq koridor tarafdan Maryamning echinishliq chirqirgan ovozi Benim anglandi. oğlum! Jasur. Mening Jasur. Zahida shundoq deb bo'libla yana o'shidan ketdi. Doktorlar davomliq jiddiy qutqizish tadbirlarini qo'llangan bo'lsa-mu, ammo barliq amallarning unumi bo'lmagan edi. Bir tarafga qo'yilgan yurak harakatini o'lchagish asbobidan birdinlik tuz siziq belgisi chiqib ketdi. Buni ko'rib, ijinish bilan beshini chayqayotgan doktor asta kelib, Jasurning yuziga og'ir qo'shni. Benim oğlum! Jasurning dadisi turg'un, jonsiz holda tomning burchigida o'ltirib, qo'li bilan beshini qamallig'incha unsiz yosh to'kayotdi. Maryam o'zini o'g'lining meyitiga tashlab, echinishliq yig'izora qilmoqda. Jasurning singlisi Jinib aka deginicha yig'labla hushidan ketib chiqqan. Zahida asta-asta ko'zlarini ochdi. Koridordagi yig'i ovozini anglab, qo'lidagi o'kul jangnisini o'zi tartib etib koridorga chiqdi. Ondan yig'i kelayotgan tarafni nishonlatmoq. Zahida bir bo'limning oldiga kelganda yuziga oq raq yopilgan Jasurning meyitiga o'zini tashlab yig'layotgan Maryamni ko'rdi. U o'zini meyitning ustiga otdi. Cesur! Zahida shundoq degunicha o'zini tashlab yig'lab ketdi. Shu an bu azobga bardoshlik berolmagan Maryam bo'shsizlanib yiqilib tushdi. Balamni akit. Sizlar meni aldayapsizlar, mening balam o'lmaydi. U endi 25 yoshga kirgan bo'lsa, jinim o'g'lim meni rost tashlab ketamsa, o'qiyinglar mening o'g'limni. O'g'limni men qaytarib beringlar. Yettinchi qism oxirlashdi. Avtori Maryam Soqur. 8. qism. Oshxonada tamoq etayotgan xizmatkor ayol Shernayga qarab dedi. Xonim bek holsizlanib ketibdi. Sho'ng men uningga suyuq salang bir narsa qilib bermagan degandim. Siz chiroyli nasihat qilib uningga uchkizing. Xonim bir narsa yemagili necha kun bo'ldi. Shernay öksüp turib javob berdi. Ma'qulada. Bizning beshimizga bundoq ig'ir kunlarning keldigini faqat o'ylamabdi ekanman. Bu chaqda chochlari chuvilgan, chiroylari to'ng'isiz bo'lib ketgan Maryam xudini bilmagan holda asta mengib kirib keldi. Apa, yen turyapsiz-ku. Mening dadam ne ketdi? O qani? O yana meni aldab qo'yib ketibdi-da. Dadam menga men hozirlam kelman deb chiqib ketgan-ku. Lekin hozirgacha kelmayotdi. Qaysinglar ko'rdinglar mening dadamni? Bu bizga nima kelmandi? O'g'limizdan texa ayrildik. Mana endi opsi bundoq bo'lib qoldi. Canım apa.
qancha mashinalar yetib kelib, dachining oldida to'xtadi. Qarliq kiyimlarni kiygan, yilli qabristonlikdan qaytib kelgan Maryam, Turg'un, Shernay yig'idan ko'zlari qizirib, ishg'an holda bir mashinadan tushdi. Chiroyi xasidek tatargan. Yig'idan ko'zlari ishib, sulg'un chiroyi tugishib ketgan Zohidani inisi Ildan yana bir mashinadan yulab tushirdi. Kelinini ko'rgan Maryam ko'zlarini chekchaytib turib, uningga qarab vaqirdi. Siz qaysi yuzingiz bilan yana bu ekirsiz? O'g'limning beshiga chiqqan shum peshoni ayol dalsiz. O'g'lim sizdek yilik sho'r ayol bilan to'y qilmagan bo'lsa, buncha yosh turib o'lib ketmaydi. Apsi, bu nima deganinglar? Kelinimizga unda qattiq tegmanglar. Qaranglar, bu qizning bo'lib ketgan holni. O chaqda sayohatga chiqishni o'g'limiz o'z talab qilgan tursa, buni kelindi ko'manglar. O'g'lim talab qilgan bo'lsa-mu, u to'sish kerak-ku. Shu chaqda men nima degan? Men nima degan? Zodi men nima degan? To'y armonlarni uyda ilinglar demadim men. Voy canım oğlum. Vay göz nurum. Oppa. Ben ayıplı. Hamma günah mende. Ben özümden herkesimi geçirmeyim. Rost. Cesur'un ölüme gitmen sebepçi. Ben günahkar. Ben günahkar abba. Ben günahkar abba. Beni geçirin. Bu yerden yok oğlum. Sizni köre gözüm yok. Buni ko'rib turgan Ildan ishtik ochisining oldiga keldi. Acha, endi bizmi o'z uyimiz qaytib ketayli? Ildan. Jinim buka. Men bu yerdan ketmayman. Men ketsam bo'lmaydi. Chunki birdamdan keyin Jasur qaytib keldi. Sen pilotamsa, senin cesur akan pek çağçağçı. O men bilen müküşmek oyunu oynatıdı. Şşş. O qaytib keldi. Jasman qaytib keldi. Ovoz chiqama, ha? Meni tepib olmasin yana. Maryam mehmonxona uyida cho'ng ramkaga ilingan Jasurning cho'ngaytilgan suratiga qarab öksüp yig'lamoqda. Uning ovozlari putib ketgan bo'lib, u o'z-o'ziga so'zlayotdi. Canım oğlum. Sen nereye gittin? Geçer amanı taşlam. Gelmezki gittin mi? Nereye gittin oldu? Seni pek sevindim. Pek sevindim.
Zahide Jasur bilan ikkisining xush tabassum qilib kulib turgan suratini bag'riga bosganicha ram orqali sirtqa qarab ruhsiz, tushkun holda qaytib turadi. Bu vaqtda sirtda chaqmoq chiqib, shaqirab yomg'ir yog'ishga boshlagan edi. Zahidaning ko'z yoshlari yomg'ir bilan baslashgandek taramlab to'kildi. Acaba meni atrofimdagi narsalarning hammasi soxtamidi? Hayotmi? Muhabbatmi? Men Jasurni yolg'onlik, pok muhabbatim bilan yaxshi ko'rgan emasmidi? Bu hayat bana neymiş ki bundan çok kıldı. Ben zaten nimeni hata kıldım. Aslı kanla kılışım gerek. Aslı kanla kılışım gerekti. Doğru. Bu hayat bana şefkatsizlik kılıyordu. Bedenlik kömüksüz çapçaplarını kılıvattı. Benim bunda hasretlik. Sadılı kubul kıl bulmaydı. Akılga sığdırılı bulmaydı. Çak-çakını götürgüdek. Cıvılı kudurttan bulsun. Mubadı minan bu cismi yüksek kametli kötürüşlük emez mi tağ boğundu mu bundak müşkilatlık yığır musibetini kandak mı götürüp kopay bu hayat zaten mine nemi kısıttaydı kaldı. Sırtı yağmurum yığıvatqanda qılandı. Jasur. Qarana. Sırtı yağmur yığıvatdı. Yo'q. Bu yağmur emas. Mening hasratlarimni poyoni bo'lmagan eng ichinishliq Çiğdağısız kalıp sadayımdım. Osmanda çuvatkan göz yaşı. Siz için benle emez. Bütkül alem, bütkül tabiat yaş dikvatıdı, kaygırvatıdı. Şundak, Jasur. Siz en kıymetlik, en samimi, en sevimlik bir insan ediniz. Hepsiz. Dolu hepsiz. Benim en zor hoşallık, en ivensiz, en mükemmel baxtlar içinde bulup ötken şu mübarek toyumdan şaraptı. Artık 3 gün. Bakın şu 3 gün vakit ötüpla. Bana şundak önden sızla osman muallakta yalt kılıp yenip eşkin bir parça çaknak yıldızdek. Birlik ettim kayıp eşkin tepti aciz ottan kalan bir uçum soğuk küldek akıbet ata kılışını. Aciz edim başka. Yana bu alemdeki qaysi bir insan balası kabul görelisin. Canım Jasur. Acaba
Acaba bana kaldırganımız bir talay şiirin eslimeler bilen Maşu bir parça suretmedi. Abdi ben qandoq qilaman? Zodi qandoq qilaman? Sekizinci qism oxirlashdi. To'qqizinchi qism. Үрімчінің қар yığıvatqan мәзгілі. Appak qar lapildab yağmaqda. Qar ushqunlari qavat-qavat egiz binolar, oq chechaklardek ko'rinayotgan yo'l bo'yidagi daraxtlarni oq libosga o'rgandek ko'rinadi. Kishilar qarliq yo'llarda, bog'chalarda qar saylisi qilishmoqda. Shu kishilar to'pi orasida yuzlarini ma'yuslik qoplagan Zohida paydo bo'ldi. U o'zining musibat bilan to'lgan eg'ir qadamlarini aran yo'tkab, kishilar to'pi orasidan ko'zlari orqali kimlarnidir izlamoqda. U ba'zida mashinalar o'tishib turgan yo'llarda, ba'zida ko'rik ustilarda, yana ba'zida oliy darajalik tomoqxonalarda tomoq yeyotgan avod kishilar to'pi orasida avvalgidekla ma'yus ko'zlar bilan atrofga nazar tashlab, maqsadsiz mengib yuradi. Bu yosh qizning musibatlik holini ko'rgan kishilar uningga ich og'ritgan holda qarab qo'yishadi. U oppoq qor tomchilarini dastlab nalagidir qarab, maqsadsiz, nishonsiz ketayotmoqda edi. Shu paytda uning yinida Baxtiyor paydo bo'ldi. Voy, Zoida, bu yerda nima ish qilsiz? Men bu yerlarda nima qila olaydim, Baxtiyor? Men mush yerlarda Jasurni yo'qotib qo'ydim. Yuring, men sizni uyingizga olib qo'yay. Sizga sovuq tegib qolmasin. Bilma, Baxtiyor. Siz Jasurning eng yaqin do'sti. Biroq sizdan o'tinib qolay. Meni oromimga qo'ying. Men bu yo'llarda mushundoq mavsum shirkin salsak deb qoldik. Unda qilmang Zoida. Endi taqdirimizga tan bermay, ne ilojimiz bo'lsin. Ammo Zohida uning so'zlariga quloq solmasdan yo'lni davom etkizmoqda edi. Qizning bu holiga texmi echingan Baxtiyor uning shiraqlab ketayotgan gavdasiga qarab qoldi. Bir do'qmushdan Zohida chiqib keldi. U yo'lda ketib etib, tuyuqsiz bir shalto'ti qushning sayrayotganligini anglab cho'chib ketdi. Qushning ovozi yon tarafdagi qush to'kinidan kelayotgan bo'lib, Zohidaning chiroyi guldek echilguncha darrov qush to'kiniga qarab mangdi. Qush to'kinining ichidagi qafasda har xil chiroyli qushlar bas-basda sayrashyapti. Zohida bu chiroyli qushlarga havaslanganicha bir-birlab qushlarga yerismanlik bilan qarab chiqdi. Ondan u shalto'ti qushining oldiga berib, dong etib turib qoldi. Qafas ichidagi shalto'ti qushi Zohidani ko'rib, "Yaxshimisiz? Yaxshimisiz?" deb sayrab ketdi. Yaxshimisiz? Tapdim. Men oqibat uni tapdim. Zohida shundoq deganicha xushal bo'lib, ko'zlariga liqqida yosh oldi. Zohidaning shalto'ti qushiga bu qadar mahliyo bo'lib ketganini ko'rgan qush to'kinining xo'jayini uning oldiga kelib eg'iz ochdi. Xanim, siz bu shalto'tini yaxshi ko'ramsiz? Agar uni rostla yaxshi ko'rsangiz, uni sizga arzon baho etib beray. Bu degan sop nasllik qo'y. Qarang uning chiroyli paylariga. Rost chiroyli ekan. Haqiqatan chiroyli ekan. Shundana, bu degan sop nasllik Osiyo olgan shalto'ti. Aslida do'konimda bu shalto'tining uchisi bor edi. Uning ikkisi mushatda sotilib ketdi. Endi faqat mush birsili qoldi. Xanim, sizning haqiqatan ko'zingiz bor ekan. Qushlarni yaxshi ko'rdi ekansiz. Agar yoqtirib qolgan bo'lsangiz, azam bermajman.
Qarang xanım, bu şatutunun sap nasillikligi haqida uning qon tipi guvohnomasi bor dexe. Ko'rib boqamsiz? Bu chaqda Zohida qushqa mahliya bo'lgan holda qushdan ko'zlarini uzolmayli qolgan edi. Dal shu chaq ularning yonida bir o'g'il bolaning ovozi anglandi. Pah, nimikan chiroyli qush bu. Chiroydan jo'shqinlik va tetiklik chiqib turgan hozirgi yoshlarning eng moda fasonda kiyinib olgan 25 yoshlar chamisidagi bir yigit Zohidaning ko'z oldida shatoti qushining qabzini shartli qo'liga ilib dedi. Bu rastli sap nasilli qushgan emasmi? Xo'jayin, buni nechiga sotasiz? Do'kon xo'jayini yigitni ko'rib, darrov uning oldiga keldi. Qarang yigit, bu qushning chiroyligligiga yoqtirib qolgan bo'lsangiz, sizga azam bermayman. Ayting-a, bu qushning bahosi zoti qancha bo'ldi? Ortiq emas, kam emas. Sizga naq 300 yengil beraman. Bu ahvolni ko'rgan Zohida jiddiylashib qoldi. U amdili gap qilay deb turganda, yigit shartida yindan 100 yuanni chiqarib, xo'jayinning qo'liga pulni tutqizib qo'ydi. Amsa 250 yuan bo'lsa yigit. Sizmi amda baho talashma. Bo'lmaydi. Men faqat 100 yuanga setib olaman. Bo'lmaydi. Men 100 yuan dedim-ku, 100 yuan. Siz zodi satamsiz satmamsiz. Agar bu bahoga bersangiz bo'pti, men ketdim. Mening ishlarim beklichiq. Siz bilan baho talashishga vaqtim yo'q. Yep. Boshqasi bo'lgan bo'lsa, bu bahoga satmaydi. Siz yoqtirib qolgan bo'lsangiz, bu qush sizning bo'lsa. Shuning bilan yigit qushba qapazni ilibla qayrilib mangdi. Buni ko'rgan Zohida jiddiylashib, yigitga qarab eg'iz ochdi. "Hay, to'xtab turing. Men bu qushni sizdan burun kelib sodlashgan. Siz nimanda qilsiz?" Nima? Siz mendan burun sodlashganmi? Amsi nimishqa setib olmadingiz? Sizmi toza qiziq ekansiz. Men sodlashyapsam, siz kelibla o'ttirib qisilib oldingiz. Ondan menga fursat bermadingiz emasmi? Ha, mundaqdan. Aslida sizmi bu qushni yoqtiradingiz ekanda. Bo'pti amsa, men sizga setib beray. Bu gapdan xushal bo'lib ketgan Zohida darrov yindan 100 yuanni chiqarib yigitga tangildi. Men sizdan setib olay. Hey qizchaq, chaqchaq qotamsiz. Men sizga qachon 100 yuanga sotaman dedim. Agar sizning bu qushni setib olgangiz bo'lsa, men sizga bu qushni 500 yuanga setib beraman. Bir pun kam bo'lsa sotmayman jimo. Qandaq? Bu sizning nima deganingiz? Boya 100 yuanga setib olgan bu qush endi sizning qo'lingizga o'tibla bahosi 500 yuan bo'lib ketdimi? Shundaq, boyiqi 100 yuan men setib olgan baho. 500 yuan bo'lsa, men hozir sotadigan baho. Siz sot qilishning prinsipini bilmamsiz qizchaq. Xo'jayin boya u bahoga sotgan bo'lsa, men endi o'zimni bahoyim bo'yicha sotaman. Qaramamsiz, bu degan sap nasil qush tursa, teqa 500 yuanga arzon-da. Bu gapdan keyin Zohida, qara sening ustadligingni. Sen bilan qiyirishib bo'lsa-mu, qushni zodi setib olgan deganlarni xiyoldan o'tkazibla, so'mkisidan 500 yuanni chiqarib tangildi. Bo'pti. Siz bilan talishib o'ltamayman. 500 yuan bo'lsa, 500 yuan bo'lsin. Mana, iling. Yigit Zohidaning qo'lidan pulni olgandan keyin qush va qapazni Zohidaning qo'liga tutqizdi. O'zicha bir oz haqoratga uchirgandek bilinayotgan Zohida qushni ilib, burilibli qush tukkundan ketib qoldi. Zohida amdili qush tukkundan chiqib turishiga do'kon xo'jayini uning orqasidan yugurib chiqdi. "Ey xanım, siz qushqa amroq o'xshaysiz. Agar yana setib olaman desangiz, menda yana so'p-so'piyoq, seg'izqon, chiroyli jigdi chiqishtirma bojmi? Azam berma. Yana bir jup Madagaskar muhabbat qushimi bor. Ahvoldan qaraganda boy ayolning ayxini o'xshaysiz. Qushlarga amroq bo'lsangiz, siz cho'qim yaxshi qiz. Rahmat. Men keyin kelay. Zohida shundaq degunicha qapasni ko'tarib yo'liga ravon bo'ldi. Zohida qapasdagi shatotining ustiga so'mkisidan bir yog'liqni chiqarib, yopqinicha yo'lni davom etdi. U ardan ancha uzoq mangmayla orqasidan birsining tovlig'ini anglandi. Hey qizchaq, to'xtab turing. Boy Zohidaga shatotini 500 yuanga setib bergan yigit cho'ng chamdab uning yoniga keldi. Sizning kallangiz joyidimi, ha?
Mening orqamdan yana nima deb keldingiz? Degan pulingizni berdimmi? Ha, xapımman qizchaq. Men pulingizni qaytarib bergil keldim. Nima pul? Sizning obdanlı savdo qilish prinsipingiz bor emasmidi? Meni yana ahmoq qilaydimsiz? Meni kechiring. Men bu 400 yen pulingizni yanchiqingizga selib oling. Boy men sizga kichkina bir chaqchaq qilgandim. Xapımman, ha? Bo'ldi. Meni avar qilmang. Bu qushni men o'zim rozi bo'lib setib oldim. Kechirim so'rashingizning hojati yo'q. Men sizga desam qizchaq, hozir avar bo'layotgani siz emas, dal men o'zim. Siz bilamsiz, men ta hozirgacha bir ishni xato qildimmi? Bo'ldi kechasi butun bir kecha uxlayolmay chiqadigan bir odatim bor. Men qarasam, siz durust qizda qilasiz. Undaqda sizdan so'rab baqsam, mendek bir yosh yigitning necha minut ichida 400 yenni ortiq topgan xatolik uchun meni pushaymon qilib bir kecha uxlamay chiqsin deb odamsiz. Qiziq. Men sizdek bundaq besh qiyib qolgan birisini uchirtib baqmabdi ekanman. To'g'ri dedingiz. Men atdigandala qush do'koniga kirgan vaqtimda beshimning qiyib qolganligini sezgandim. Xo'shamsa qizchaq. Zahida qafasdagi qushni ilib taksi bilan uyga qaytmoqda edi. U yo'lda ketib etib, asta qafasga yepilgan yog'liqni ilib etib, Shatotining chiroyli ko'zlariga, jumran paylariga qaragancha xiyolga cho'kib qoldi. Mening hayotim birdinli qorong'ulik mahkum bo'lgan shu kunlarda mana bu Shatoti qushi qo'limga tushib qoldi. Mening nazarimda bu qush hargizmi oddiy bir qush emas. U o'zining mush chiroyliligini, ko'rimlik mavjudligi bilan jasur ikkimizning mangulik muhabbat rishtamizni u o'zining mush chiroyliligini, ko'rimlik mavjudligi bilan jasur ikkimizning mangulik muhabbat rishtamizning jonliq bir shohidi, guvohchisi. Jasur ikkimiz Shatoti qushni yaxshi ko'ramiz. Men Jasurdan ayrilgan shu bir yilga yaqin vaqtdan beri uningga aloqador mening butunlay tugashgan, yo'q chiqqan ko'ngil rishtamni yana bir qitim uyg'otib, yana qayta bir qitim uyg'otadigan bu Shatoti qushidan boshqa menga hech qanday bir ko'ngil armigi, xushlig'i nasib bo'lmay kelgan edi. Mana bugun bu Shatotini ko'rib, uning shu kichikgina jismidan, Jasurning muhabbatini, uning kulkisini, hatto uning arzu armonlarini ko'rgandek bo'ldim. Mana shu topda birdinli vujudim, qonlarim go'yo dengiz to'lqindek o'rkash yasayotdi. Tilim emas, yuragim so'zlayotdi. Shu topda men Shatotining jismidan shu qadrligim Jasurning hidini puravotgandek hissiyotga kelyapman. Shu topda men Shatotining jismidan shu qadrligim Jasurning hidini puravotgandek hissiyotga kelyapman. Mana hozir men bu qushni ko'rib, yo'qotib qo'yganimga bir mezgil bo'lgan shu aziz, qimmatli narsamni qayta tepib olgandek hissiyotga keldim. Demasam-u, bu Shatoti qushi mening barbod bo'lgan yoshligim, tomonliq bahorimning kichikgina yematchisi, nijotkori edi. Bir yil ilgari ko'z oldimdagi bu hayot meni to'lim rahimsizlik bilan o'gaylab qo'ydi. Dildorim yematchimdan ayirib etdi. Shundan beri men doim acaba ko'z oldimdagi jimiy mavjudot soxtimidu deb nola qilgan bo'lib qoldim. Meni yana qanday qismat, qanday taqdirlar kutayotganda. Shu kunlarda men hayot yo'limning yana qanday tragediyalarga chirmishib o'tadiganini o'ylashdan rostilla qo'rqadigan bo'lib qoldim. Zahida xiyol bilan ketayotganda tuyuqsiz uning yonfoniga uchirib keldi. Zahida telefon ekraniga qaradi. Ekranda qiyin singlisi Shernayning yozgan uchuri ko'rinib turadi. Zahida so'zlashish knopkasini besib turib, Shernayga unditarda uchur qaytirdi. Shernay, men hozir yo'lda taksi bilan uyga qaytyapman.
Men sizga desam, hozir men qush do'konidan akangiz ikkimiz amroq shatoti qush setib oldim. Shatoti qushiga mehr bilan tikilayotgan Zahidaning yana ko'z chanoqlari yoshga to'ldi. U mashina aynigidan sirtqa qaradi. Urumchining avvat ko'chalari mangu qaynam tashqinliqqa cho'milgan bo'lib, kishilar bir xil holda o'z halakchilik bilan aldirashla yuribdi. Mening osh kishilarga o'xshash xushalliq minutlarim bor bo'g'imdi. Kulki degan qandoq narsadir? Xushalliq degan qandoq bo'ldiganda? Bir chaqlarda Jasur bizning bir qancha balliq bo'lishimizni orzu qiladi. Zahida o'ltirgan taksi dacha oldida to'xtadi. Zahida shatoti bar qapasini ko'targunicha mashinadan tushib, dachaga qarab kirib ketdi. To'qqizinchi qism oxirlashdi. Abdori Marimsa Qurban. 10. qism. Şernay aynak oldida o'ltirib, uzun sochlarini tardi. U bir tarafdan sochlarini tarawatqach, yana bir tarafdan aynakdagi o'zining chiroyli husnini tomosha qilyotdi. Qizning buloqdek ko'zlari, chiroyli qoshlari aynakda ko'rinib turadi. Gerim üstülünün bir tarafida usul kasbida o'qiydigan bu qizning rapid zalda qo'llarini qarlag'ash qantida kang yeyib turib tushgan rasmi qo'yilgan bo'lib, Şernay o'zining bu chiroyli suratiga birdan havas bilan qarab qoldi. Ondan pastdan anglanayotgan mashina signalini anglab, darrov qo'ldagi suratni qo'yib, oldirab eshikka qarab mangdi. Әмділі yataq uydan chiqib kelayotgan Şernay pastda opisining kimgidir vaqirab, tanbih berayotganini anglab, qadamlarini ildamlatdi. Mehmonxona uydagi kresloda o'ltirib, qo'llarida shatotining qapisini ko'tarib, xuddi xatolik o'tkazib qo'ygan gunohkordek beshini pastga sangiltib turgan keliniga qarab vaqirayotgan opisini ko'rgan Şernayning turibla yangisiga ichi og'rib qoldi. Siz nimanda qamlashmagan qiz bola, ha? Ko'mayvatamsiz. Bu uydagi besatlarning hammasi shunchalik qimmat bo'lsa, u degan qush bo'lgan taqdirdimi, baribir hayvonda. U degan yeydi, xohlagan yerga chiqirdi. Tuklari to'ziydi. Uyda qalaymaqan vaqirab, kishiga oromlik bermaydi. Uyni mehnat qilibsa, kim tozlaydi? Ma öydeki xizmetkarının iş tolu olsa, nemişki bir iş qilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan maslahatlashmaysiz. Nemi degan beshingiz cho'ng sizning. Meni kechiring appa. Jasurmi bu shatoti qushini pek yaxshi ko'radi. Shunga bo'ldi. To'la Jasurni eg'izga ilib, meni yana qiynamoqchimisiz? Uning o'zidanmi o'tdi. Mendek opisining so'ziga kirgan bo'lsa, uning bu kunmi yo'q. Hammasi sizning mushundaq bosh-boshliqligingizning, o'yin xumarligingizning kasofati. Siz o'g'limga kaskanmas plan ko'rsatmagan bo'lsangiz, u bunda xo'p qolmaydi. Bu ahvolni ko'rgan Şernay darhol shugrab pastga tushdi. Vah, nima degan chiroyli qush bu? Bilishimcha bu shatut qushqo deyman. Bu yoshga kelguncha bundoq qushni ko'rib boqmabdi ekanman. Ajab chiroyliqga. Nerdan setib oldingiz acha? Qush do'konidan setib oldim. Mana emasmi? Mushuk o'yin, chashqanqa qiyin degani mushida. Biz nima kunda, siz nima xiyolda? Ha? Texi qush
qush do'konlariga berib o'ynab keldiganga ajab tavınız yetadikin ha. Appa, canım appa. Mənmi bilmən, akam şundaq şat tutquşqa bək amraq idi. Yengemge mi asan demsən? Qara umu akamның dərdi sarang bulaylı dep qaldı. Akam yaxşı gördüğün quş öydə tursa nim bopdu canım appa? Onu həmmimiz bu öydə akamni görgəndə görsək bolmadı mı? Ишикнең сыртыда турып, өй içində болыныватқан барлык гәпләрне аңлап турган Turğun дәл мушы пәйттә гилне кырып, йөтүлүп куюп, өй içiге карап маңды. Turğun өй içiге кирип, һеч нимәне аңламаган кыяфәттә Заһиданың янына келди. Qizim, men sizni sirtdan ko'proq aylanib kiring deb aytgandila aytgandim-ku. Mana qarang, birdamdila yana qaytib kelibsiz. Siz bunda kunda uyga so'lni bilib buruqtumliq kesilib bo'lganmang yana. Turğunning gepi әмділ oxirlashib turishiga Shatutining ovozi chiqdi. Shatuti orqa-orqadan Turğunga salom qildi. Buni anglagan Maryam birdinli cho'chib, o'zini sezmagan holda qushqa yerismanlik bilan qarab ketdi. Turğun ishtiqli Zahidaning qo'ldan qafasdagi qushni elib Maryamning oldiga keldi. Pa, nima degan chiroyli qush bu? Qarang uning ko'zlariga. Mana bu tumshuqlar cho'taqa. Meni bir xizmatdashimning mushundoq chiroyli bir shatuti bo'ldigan. U kimni ko'rsa, yaxshimisiz deb gap qiladi. Apsi, qaranglar bu shatuning chiroyligiga. Boysilmi oldinglar-ku, u gap qila oladi ekan. Turğun Shatutiga qarab, qaytirma salom qildi. Turğunning qaytirma salomiga agishibla Shatuti nihoyatda aniq va tez qilib bir qancha qaytim yaxshimisiz degan so'zni qaytardi. Yaxshimisiz? Buni anglab Maryamning ko'zlariga liqqida yosh keldi. Jinim Shatuti, sen gap qila olmaydigansan. Ama şu oğlumni qaytirib akilib beradigan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi? Şernay yugurib berib, opasini quchoqlab oldi. Apa, qara Ashatning o'maqligiga biz uni baqaylichi bo'ldi. Men uningga bek amroq bo'lib qoldim. Men kunda yengam yordamlashib uni yuvib qo'yman, tukuni tarayman, yeydigan narsa beraman, ostini tozalayman degandek. Uning ustiga sen akamning dardida sarang bo'layil dedim. Sen bo'lsang uning bilan so'zlashib tursang, bu qiz sen uchun bo'lsa bir ko'ngil erbigan emasmi? Qizim, meni kechiring. Siz balkim mendek bir onaning hasratini tushunmasangiz kerak. Tushunmaysiz. Opa, undaq demang. Men sizning ko'nglingizni albatta tushunaman. Mama ochiqlansangiz, men hargiz xafa bo'lmayman, opa. Zahida enisi İldan bilan ko'l bo'yida asta qadam tashlab ketayotmoqda edi. Ko'lning nariga qiytidagi ko'kka bo'y so'zgan egiz imoratlar. Ko'kda kemada uzayotgan kishilar. Ko'k osmonda uzishib yurayotgan oppoq bulutlar uning ko'ziga shunday go'zal ko'rinyapti. Zahida bir tarafda kiyimlarga tasmal silyapti. Şernay bo'lsa qafasdagi Shatuti qushiga taqlanmoqda. Zahida tuyuqsiz Shernayga qaradi. Shernay, yaqindan buyon darslaringiz oldirashmasinlar. Yo'qay, ancham emas. Biroq men yaqindan buyon bir necha musiqaga usul ishlayotgandim shu. Uydagi kayfiyat mushta tursa, qandoq uning ra'yin bordi deysiz. Shernay, sizga rahmat-chumo. Tünögün opamның aldida siz yilqi gaplarni qilmagan bo'lsangiz balkim.
Undaq demang yenge, bizning aramizda takalluf qiladigan ishlar yo'q. Apamni tushunishingizni umid qilman. Demisimi apa degan o'g'liga bakrak amroq bo'ldi ekan. Akam rostilla apamning amroq bolasi edi. Akam baxtsizlikka uchrab, apam hozircha boshqachalardan bo'lib qoldi. Shunlashqa apamni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Men apamni tushunaman. U aslida iliq kuni bizni janubda chiqmanglar deb to'sigan. Bilmadim. Menimi qor bostimi? Men bo'lsammi? Jasurni to'sigan bo'lsam? Balkim bu fojialarga yuz bermagan bo'ladi. Bu ya sizning gunohingiz bo'lmasa yenge, taqdir shundoq bo'lib qoldi endi. Buning hech qaysimiz ayblik emas. Şirnay, dazmol soldigan kiyimlaringiz bormi? Bo'lsa, men hozir dazmol silib etay. Yaqay hozircha yo'q. Baboğun taqdirdimi hozir hech qancha vaqtim qolmadi. Bugun bir do'stimning tug'ilgan kun ziyofatiga boratdim. Hozir bir maktabda meni og'ili keldi. Hey, Şirnay. Yurayotgan yigitingiz bormi? Shu musiqa kasbida o'qiydigan bir bola botdi, Riyod deydigan. Men aygishib yuradi qarang. Bir chog'da sod sariydi bo'lsin yoki ko'chalarda bo'lsin, orqamga aygishib yursa men texi bir eski bolamga deb o'ylab qopti ekanman. Amaliyat xil bo'lib qoldi ekan. Lekin shu o'ylab baqsam, ko'nglimda o'rin toza o'rni yo'qdek qildi. Şirnayning gap tugishi bilan past tarafda bir mashinaning ritmli signali yangradi. Ana keldi. Yenge, men balkim do'stimning tug'ilgan kun ziyofatini sal kechroq qaytishim mumkin. Sizni do'stsizg'andi. Bizdek yoshlarning tug'ilgan kun ziyofatimiz osonlikcha oxirlashmaydi. Shu dadam opamlarga bilindirmay, men eshikni ichib beramsiz. Şirnay kiyimlarga atir chechib olgandan keyin kelin otasiga qarab kulimsirab so'zladi. Amsina ma'lum. 10-ci qism oxirlashdi. Avtori Narim Saqurban. Ovoz rejissyori Gulnara Sadir.